Assalomu alaykum, aziz hamyurtlar, vatandoshlar, qadrli yurtdoshlar. Toshkent, Moskva yo'nalishi bo'yicha komfortabilniy avtobuslarimiz do'stlar. Toshkent avtovokzaldan Primoy reyslarda kimda kim ketmoqchi bo'lsa, bemalol behijolat aka ukalar. Haloda dashmanglar, mana hozir ichki sharoitlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana 51 ta mestasi, 2 ta shofer, bitta stajyorgacha bor do'stlar. Xolodilnik, mana ko'rib turganlaringizdek monitorlari hamda ishonch kameralari davlat nazorati ostida bo'lasizlar do'stlar. Xuddi shunaqangi reysiy avtobuslarda Toshkent avtovokzaldan qo'zg'almoqchi bo'lgan fuqarolarga tavsiya qilamiz. Do'stlar, bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qilinglar, bog'langlar. Mana akalarimiz. Assalomu alaykum, hormanglar akalar. Charchamayapsizlarmi? Do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek shunaqangi sifatli reysiy avtobuslar do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar. Cooler, monitor hamda mana yana bitta ishonch kameramiz ishlab turibdi. Shunaqangi zamonaviy, zamonbop, bezopasniy avtobuslarimizdan foydalanmoqchi bo'lgan fuqarolarga tavsiya qilamiz do'stlar. Toshkent avtovokzalidan Primoy reyslar do'stlar. Davlatda dashmanglar.